Aziz qadrdonlar, shuning bilan bizni bugungi mehmondorchiligimiz YouTube ijtimoiy tarmog'i uchun yakuniga yetyapti. Bizni kuzatishda davom etini, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolisa sizlar uchun yana yaxshi ijodlarni ustida ish olib boramiz. Duoda o'tsangiz bo'ldi va ustozimizdan bir yakuniy duo olamiz. Ustoz Mirzo olsin. Endi ustozlarning bir gapi borda. Bir aytib ham bertirish kerak. Kamoliddin akam hayotliklarda mana shu vodiy san'atkorlardan juda xursand bo'ldilarki, biz 4 ta hofiz bir bo'lib bir beli choy ichishga yo bir chuqur osh yeyishga jur'at etolmaganmiz. Shunaqa vaqt bo'lmagan, shunaqa holat bo'lmagan. Holat bo'lsa ham bilmayman shu to'planmaganmiz, shunaqa bir yig'ila olmaganmiz. Endi biz kelajak yoshlardan xursandmiz. Mana bular hammasi bir-biri bilan do'st tutinayapti, qadrdon bo'layapti. Bir dasturxonda o'tirib bular gaplar, o'sha gap-gashtalar bo'layapti deb xursand bo'lganlar. Mana bugun mana shu biz ham o'sha 90-yildan boshlagan bo'lsa gaplarimiz biz ham o'z temqurlarimiz bilan mana vodiyda, Farg'onada ham gapjo'ralar bilan, Namanganda gapjo'ralar mana bugun sizlar bilan o'tirib juda xursand bo'ldim. Mana teng bilan degandek mana yoshlarimiz, bizning kelajagimiz mana shu davrada o'tirganlar. Mana shu vodiy san'ati, o'zbek san'atini dunyoga tanitadigan ukalarimiz o'tiribdi. Parvardigor o'sha ustozlarimiz havas qilgan dasturxonlar hamisha ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda, yaxshi to'ylaringizda, tug'ilgan kun qanday bo'lsa ham shu shirin yaxshi kunlaringizda yoningizda turish hammamizga, bir-birimizga nasib qilsin. Aka-ukaligimiz abadiy bo'lsin. Mana ustozlar shunchalik hurmat qilib mana davriga chorlabsizlar, juda xursandman. Nimani so'ragan bo'lsangiz ziyoda qilib bersin. Alloh o'zi aziz qilsin. Nafaslaringizni siqilib xalqimizga hamisha xizmat qilaringlar, topganingizga Alloh baraka bersin. Alloh xo'sh bo'lib uzoq yillar xush kelibsizlar Namanganga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Magnat studiodan uzoqlashmanglar. TikTokda obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.